Farmondan ko'zlangan asosiy maqsad bu davlat organlarida natijaga asoslangan boshqaruvni rivojlantirish. Mana shu boshqaruv samaradorligi agentligi tuzilishiga o'zi nima turtki bo'ldi va qanday ehtiyojlar sezildi? Oldingi hafta tilida Argos degan tashkilot bordi. Argos ishga joylashtirish, KPI ko'rsatkichlarni belgilash, samaradorlikni o'lchaydigan buni funksiyalari, vazifalari qoldi. Boshqaruv samaradorligi agentligi ko'rinishida yangi bosqichga olib chiqildi. Har 5 yilda mana shu tuman boshqarma rahbarlari, hokimlar, hokim o'rinbosarlari turdosh tumanlarga, Toshkent shahar, viloyat boshqa tumanlarini boshqaruv organlariga rotatsiya qiladi. Koreyada 4 yil, Germaniyada har 5 yilda rahbar kadrlarni rotatsiyasi amalga oshiriladi. Markaziy mahalla xuddi mahalla va hokimlik o'rtasidagi ijobiy ko'prik vazifasini o'taydi. Bog'lovchi bo'lib Bog'lovchi vazirlik va idoralarni boshqaruv xodimlari xorijda 1 oydan 6 oygacha muddatdagi maqsadli stajirovkalarga yuboriladi. Assalomu alaykum. Adliya TV YouTube kanalini tomosha qilyapsiz va e'tiboringiz markazda Saylgoh podkasti. Bugun ham juda ham qiziqarli mavzu haqida siz bilan suhbatlashamiz va davlat xizmatida boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni haqida bugun suhbatlashamiz. Bu borada yangiliklar bor. Mana shu yangiliklardan sizlarni boxabar etamiz. Umuman olganda to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz va bu borada bizga yordam beradilar Farangiz Avazbekova, Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi boshqarma boshlig'i. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va Oybek Saydumarov, Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi bosh inspektori. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Podkastimiz boshlandi va farmon haqida aytib o'tdik, mavzusi haqida aytib o'tdik. Farmondan ko'zlangan maqsad nima o'zi? Davlat boshqaruvida qanday natijadorlikka erishish mumkin ushbu farmon orqali? Dastavval shundan boshlasak. Savol uchun katta rahmat. Avvalambor, farmondan ko'zlangan asosiy maqsad bu davlat organlarida natijaga asoslangan boshqaruvni rivojlantirish. Ya'ni davlat idoralari, vazirlik va idoralarda boshqaruv samaradorligini oshirish, hududlarni imkoniyatlarini, yangi imkoniyatlarni kengaytirish va bu orqali albatta inson resurslari bilan ishlash tizimini takomillashtirishdan iboratdir. Aytib o'tganimizdek, farmonning asosiy mohiyati bu bevosita davlat boshqaruvida oddiy jarayonlarda faoliyat yuritishdan boshqaruv samaradorligiga asoslangan natijador boshqaruvga o'tishda ifodalanadi. Ya'ni biz o'z navbatida ta'kidlashimiz kerak, boshqaruv samaradorlik agentligi Prezident huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi negizida tashkil etilgan bo'lib, endilikda mazkur farmon bilan bizning agentligimizga qo'shimcha funksiyalar yuklanyapti. Ya'ni bu bevosita natijaga asoslangan boshqaruvni amalga oshirish uchun aloqador bo'lgan funksiyalar aytib o'tganimizdek va aynan muhim bir qator yo'nalishlarda agentlik doirasidagi faoliyat nazarda tutilyapti. Avvallari davlat xizmatini rivojlantirish agentligi aynan respublikamizda, xususan davlat fuqarolik xizmatida kadrlar siyosatini muvofiqlashtirishga mas'ul organ sifatida belgilangan bo'lsa, endilikda aynan agentlik faoliyati orqali nafaqat kadrlar siyosati, balkim vazirlik va idoralar faoliyatini baholash, ulardagi natijadorlik va islohotlarni amalga oshirish darajasini ham baholab borish muvofiqlashtiriladi. Va o'z navbatida endilikda boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan vazirlik va idoralarning faoliyatini aniq maqsadli ko'rsatkichlari belgilanadi va bu o'z navbatida Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Belgilangan maqsadli ko'rsatkichlar samaradorlik gov.uz platformasi orqali umumlashtiriladi va reyting asosida har bitta vazirlik va idoralarning KPI ko'rsatkichlari, aytib o'tganimizdek maqsadli ko'rsatkichlari baholab boriladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad vazirlik va idoralarga yuklatilgan funksiyalarni o'z vaqtida sifatli va to'liq bajarilishini ta'minlashdan iboratdir. Yana ta'kidlashimiz kerak, mazkur farmon bilan zanjir asosida, ya'ni bu vazifa, funksiya, resurs va javobgarlik zanjiri asosida funksiyalarni amalga oshirishning yangicha tartibi belgilanyapti. Ya'ni bizda yo'nalishlar bu. Xuddi shunday vazirlik va idoralarning funksiyalari 5 ta darajada turkumlanyapti va u aynan davlat funksiyalari axborot tizimlariga kiritiladi. Bu orqali bevosita davlat idoralarini takrorlanadigan, eskirgan funksiyalarni oldi olinadi.
va aynan mana shu funksiyalarni tahlili asosida aytishimiz joiz, davlat organlarida boshqaruv samaradorligi oshiriladi. Bu kollektiv javobgarlikni qisqartirib, aynan sohalar kesimida sohalarni egalari bo'lgan bevosita ana shu vazirlik va idoralarning javobgarlik masalasini kuchaytiradi. Yana ta'kidlashimiz kerak, mazkur farmonning normasiga yuzlanadigan bo'lsak, aynan hisobdorlik nuqtai nazaridan vazirlik va idoralarning bitta o'rinbosari aynan mana shu maqsadli ko'rsatkichlarni bajarishi yuzasidan mas'ul hisobdor sifatida, ya'ni Chief Evaluation Officer, CEO sifatida belgilanadi va bu shaxs bevosita mana shu ko'rsatkichlarni belgilangan muddatlarda sifatli bajarishini ta'minlashga mas'ul hisoblanadi. Bundan tashqari farmon bilan juda bir qiziq holat bor. Bizda vazirlik va idoralarni hududiy boshqarmalari bor, hududiy bo'linmalari bor va ular bevosita ana shu hududdagi aholiga xizmat ko'rsatadi o'zini yo'nalishi bo'yicha, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini ta'minlashda ishtirok etadi. Shu bilan bir qatorda ularni bo'ysunuvida ana shu hududga mas'ul bo'lgan tuman, shahar, demak hokimliklarning ham bevosita hamkorligida faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ya'ni mazkur farmonda shu narsa nazarda tutildiki, endilikda dual bo'ysunuv, ya'ni ana shu boshqarmalarni ham vertikal, ham gorizontal tartibda bo'ysunuvga chek qo'yiladi. Bu o'z navbatida ana shu xodimlarimizni ish yuklamalarini kamaytiradi, hisobdorlik masalasini kamaytiradi va aynan bu boshqaruv samaradorligini yanada oshirishga hissa qo'shadi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, mazkur farmonimiz aynan davlat boshqaruvida natijaga yo'naltirilgan, raqamlashgan, funksional jihatdan tozalangan desak to'g'ri bo'ladi va shaxsiy javobgarlik kuchaytirilgan davlat boshqaruvi tizimini shakllantirishning bir yangi huquqiy mexanizmlarni belgilab beruvchi normativ huquqiy hujjat hisoblanadi. Rahmat Farangiz. U qisqacha qilib emas, juda to'liq ma'lumot berishga harakat qildingiz va juda ko'p ma'lumotlarni bizga yetkazdingiz va endi har bittasiga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u hech kimga sir emaski, bu har bitta tashkilot bo'ladimi, u agentlik bo'ladimi, tuzilishdan avval unga ehtiyoj seziladi. Shu sababli tashkilot tuziladi. Aynan mana shu boshqaruv samaradorligi agentligi tuzilishiga o'zi nima turtki bo'ldi va qanday ehtiyojlar sezildi va shundan keyin mana shu agentlik tuzildi. Dolzarb mavzu ko'tardingiz. Haqiqatdan jamiyat bitta joyda to'xtab qolmagan, rivojlanishda. Biz 35-36 yillik mustaqillik davrida juda ko'p islohotlarni amalga oshirdik. Ayniqsa so'nggi 8 yilning ichida bu sanab-sanoqqa yetmaydigan turli xil sohalardagi islohotlar. Farangson Baxtiyorni to'g'ri ta'kidladilar. Oldingi prezident huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi negizida boshqaruv samaradorligi agentligi tashkil etildi. Bu oldingi xalq tilida Argos degan tashkilot tuzildi. Argos ishga joylashtirish, KPI ko'rsatkichlarni belgilash, samaradorlikni o'lchaydigan faoliyat bilan shug'ullanadigan agentlik sifatida xalq bizni tanirdi. Bu agentlik tugab ketgani yo'q, buni ta'kidlash kerak. Buni funksiyalari, vazifalari qoldi. Boshqaruv samaradorligi agentligi ko'rinishida yangi bosqichga olib chiqildi. Oldingi Argos 2.0 versiya sifatida belgilasak ham bo'ladi. Yangi refresh qilingan varianti. Boshqaruv samaradorligi agentligini tashkil etilishi yoki keyingi bosqichga o'tilishidan asosiy maqsad bu davlat boshqaruvida natijadorlikka asoslangan boshqaruv tizimini joriy qilishdan maqsad. Biz birinchi bosqichda davlat xizmati, davlat fuqarolik xizmati va kadrlarni joy-joyiga qo'yish siyosati bilan shug'ullandik va o'ziga yarasha yaxshi natijalarga erishdik. Endi bu jarayonning keyingi bosqichi mana shu kadrlar bilan, salohiyatli kadrlar bilan boshqaruv tizimini yangi bir bosqichga, bugun jahon tendensiyasiga, jahondagi inqirozlar, o'zgarishlarga javob beradigan, tezkor o'zgarishlarga o'zida moslashadigan bir boshqaruv tizimini shakllantirishga ehtiyoj tug'ildi. Farangizxon ta'kidlagandek, o'sha asosiy yo'nalishlar, natijadorlikka asoslangan boshqaruv tizimini joriy qilish birinchisi, ikkinchisi proaktivlikni joriy qilish, ya'ni endi mana shu farmondan boshlab hududdagi tuman shaharlar o'zini muammolarini o'zlari joyida hal qilish imkoniyatlari berilyapti. O'sha yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shahar maqomidagi tuzishda tuman shahar misolida buni endi joriy qilamiz. Buni joriy qilish va natijadorlikni
eksperimentni muvaffaqiyatli bo'lishi bevosita boshqaruv samarador agentligining faoliyatiga ham bog'liq bo'ladi. Demak, birinchi natija bu proaktivlikni joylarda tatbiq qilish bo'lsa, ikkinchi ehtiyoj tug'ilishi ham kadrlar sohasida, ham hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi yangi imkoniyatlarni yo'lga qo'yishda, ham buni orqasidan natijadorlikka erishishda muvofiqlashtiruvchi bir davlat organi kerak edi. Va bu vazifa oldingi davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi, hozirgi boshqaruv samaradorligi agentligiga tushdi. Yetarli imkoniyatlar, yetarli resurslar bor. Yana ta'kidlab o'tish kerak, aynan boshqaruv samaradorligi agentligi oldindan o'sha hududlarni, davlat organlarini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari asosida ularni faoliyatini baholab borish maqsadlari ham qoldi. O'zini jarayonida 6 yillik tajribaga ega bo'lgan tajriba bor, platformalar ishlab chiqilgan, faqat ko'rinish o'zgardi. Qaysi ma'noda o'zgardi? Birinchi navbatda hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdan kelib chiqib, natijadorlikka qarab eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlar belgilanadigan bo'ldi. Birinchi yo'nalish sifatida, ikkinchisi esa bu yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shahar maqomidagi 33 ta tuman, bu prezidentning tegishli qaror farmonlari bilan belgilab berilgan tanlab olingan tuman shaharlar bor. Ularni ham natijaga asoslangan boshqaruv tizimini joriy etish bilan belgilanadi. Hozir masalani men samaradorlikka qarab olib ketyapman. Boshqaruv samaradorlik bevosita samaradorlik mexanizmini amalga oshirishga qaratiladi. Ya'ni 2026-yil 1-yanvardan boshlab boshqaruv samaradorligi agentligi davlat organlari faoliyatining maqsadli ko'rsatkichlari va indikatorlarini ularni oldiga qo'ygan vazifalarni belgilab, ishlab chiqib, tegishli tartibda Vazirlar Mahkamasiga taqdim qiladi. Va Vazirlar Mahkamasi bu indikator ko'rsatkichlarni tasdiqlagandan keyin yil davomida bu tuman shahardan tortib respublika darajasidagi davlat organlari va tashkilotlari shu ko'rsatkichlarga erishish harakatini qiladi. Buni ko'rsatkichlar turi juda ham ko'p. Ayrim yo'nalishda 200 dan ortiq bo'lsa, ayrim yo'nalishda 500 ta ko'rsatkichlar bor. Turli xil yo'nalishda qishloq xo'jaligi, qurilish, investitsiya, iqtisodiy, ijtimoiy masalalarda. Va agentlik bularni muvofiqlashtirish yo'nalishida natijaga asoslangan boshqaruv modelini ishlab chiqadi. Aynan pilotniy variant sifatida 33 ta tuman shaharda bu qo'llaniladi. Uni joriy etilishi bo'yicha uslubiy jihatdan muvofiqlashtirib boradi. Yana biz 33 ta tuman shaharni oldimizga qo'ygan o'sha samarali boshqaruv modelini ishlab chiqishdagi birinchidan loyihani ishga tushirish, ikkinchidan uni uslubiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha muvofiqlashtirib boriladi. Ikkinchisi aynan viloyatlardagi, tuman shahar va vazirliklardagi maqsadli ko'rsatkichlarni erishishlik uchun samaradorlik gov.uz elektron platformasi orqali baholanib boriladi. Bu platformaning ko'lami kengaydi. Ilgari Argos bazasida bo'lsa, endi bu butun davlat organlari bazasida, ya'ni nomi ham samaradorlik gov.uz bo'lib o'zgarib joriy qilindi. Hamda belgilab berilgan tegishli vazifalarni bajarish, maqsadli ko'rsatkichlarga erishishda kadrlar salohiyatini rivojlantirishda ko'maklashadi. Ya'ni kadrlarni yetishtirish, ularni tayyorlash, qayta tayyorlash, xorijiy stajirovkani tashkil etish masalasida ko'maklashadi. Aynan shu tanlab olingan hududlarimizda kadrlar rotatsiyasi yo'lga qo'yiladi. Ya'ni har 5 yilda mana shu tuman boshqarma rahbarlari, hokimlar, hokim o'rinbosarlari turdosh tumanlarga, Toshkent shahar, viloyat boshqa tumanlarini boshqaruv organlariga rotatsiya qilinadi. Bundan almashtiriladi. Bundan ko'zlangan maqsad aynan bir hududda uzoq ishlab, ya'ni ildizotgan lavozim deyiladi-ku, xuddi shuni oldini olish, bu orqali esa aynan sohada, davlat xizmatida korrupsiogen omillarni, nepotizmni oldini olishga xizmat qiladi va o'z navbatida bugungi zamonaviy dunyoda kadrlar salohiyati doimiy rivojlanishda bo'lishi kerak. Aynan shu nuqtai nazardan rotatsiya qilinayotgan har bir xodimimiz rotatsiya qilinayotgan hududni imkoniyatlari va amaldagi holat yuzasidan intensiv kurslarda o'qitiladi. Zo'r. Mana shu kurslarni o'tgandan so'ng, demak, tavsiya asosida rotatsiya qilinadi va bu aynan boshqaruv samaradorlik agentligini raqamli platformasi orqali monitoring qilib boriladi. Biz yangi O'zbekistonda yashayapmiz hozir. Yangi davrda yashayapmiz. Yangilanish davrida yashayapmiz. Haqiqatan ham turli sohalarda yangilanish ketyaptimi? Albatta boshqaruv tizimida ham yangilanish bo'lishi kerak va asosan mana shunday holatlarda qaysidir xorijiy davlat tajribasi o'rganiladi.
farmonlarda, qarorlarda. Bu farmonda qaysi xorijiy davlatlar tajribasi o'rganildi? Rotatsiya yo'nalishida biz aynan Koreya va Germaniya tajribasini aytib o'tishimiz mumkin. Koreyada 4 yil, Germaniyada har 5 yilda rahbar kadrlarni rotatsiyasi amalga oshiriladi va bu aynan yagona bir elektron platforma doirasida monitoring qilib boriladi. Bundan tashqari biz aynan faoliyatimiz doirasida ko'plab xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda faoliyat yuritamiz, xususan Germaniya hamkorlik hamjamiyatini samarali davlat boshqaruv loyihasi doirasida aynan ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish uchun kadrlarimizni xorijiy stajirovkalarni tashkil etamiz. Juda muhim bu. Xorijiy stajirovkalarda olingan bilimlar asosida, demak, sohalarni, yo'nalishlarni rivojlantirish, implementatsiya qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Xususan aytib o'tishimiz joiz, aynan kadrlarni Xitoy davlatiga qilgan tajribalari, stajirovkalari davomida aynan mahalliy boshqaruv, namunaviy mahalliy boshqaruvi yuzasidan Milsan degan qishlog'ida bo'lib o'tganmiz. Aynan bu tajribani ahamiyatli jihati mazkur namunaviy qishloqda mahalliy boshqaruvga oid barcha ma'lumotlar yagona elektron platforma doirasida raqamlashtirilganligida. Ya'ni raqamlashtirish asosida mana shu hududda bo'layotgan, demak, yangiliklar, ishsizlik holati yoki bo'lmasam imkoniyatlar, shu bilan bir qatorda aynan mahalla faoliyatiga mas'ul bo'lgan har bir xodimlarning ish rejalari va tadbirlar rejalari yagona platformada aks etilar ekan. Ya'ni bu fuqarolarga hududda bo'layotgan o'zgarishlardan xabardorlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Xuddi shunday tajribani biz O'zbekistonda ham misol tariqasida keltirib o'tishimiz mumkin. Mazkur farmon bilan endilikda markaziy mahallalar tashkil etilmoqda. Surxondaryo va Namangan viloyatida aynan markaziy mahallalar tashkil etish nazarda tutilgan. Bundan ko'zlangan maqsad aynan 8 ta 9 ta mahallalarni birlashtirish orqali markaziy mahalla ofisini shakllantirish va bu aynan fuqarolarimizga davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini yanada orttiradi. Ya'ni davlat xizmatlarini fuqarolarga yanada yaqinlashtiriladi. Markaziy mahalla xuddi mahalla va hokimlik o'rtasidagi ijobiy ko'prik vazifasini o'taydi. Bog'lovchi. Endilikda fuqarolarimiz tuman markaziga borib, qandaydir davlat xizmatlaridan foydalanish huquqlarini ro'yobga chiqarishlari ehtiyoji bo'lmaydi. Ya'ni kim ana shu tashkil etilgan markaziy mahallada fuqarolar uchun nafaqat davlat xizmatlari, bank xizmatlari, maishiy xizmatlar, shu bilan bir qatorda ana shu hududdagi fuqarolarni bandligini ta'minlashga sharoit yaratadigan infratuzilmalar ham bunyod etiladi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad aytib o'tganimizdek, natijador boshqaruvga o'tish, hududlarni iqtisodiy imkoniyatlari, ijtimoiy rivojlanishini, jarayonlarni yanada jadallashtirish, bu orqali davlat xizmatini xalqqa yanada yaqinlashtirishdan iboratdir. Biroz avval Oybek aka indikatorlarni tasdiqlash borasida qisqacha ma'lumot berib o'tgandingiz. Shuni to'ldirib o'tsak, boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan davlat organlari faoliyati uchun belgilanadigan maqsadli ko'rsatkichlar va indikatorlarni tasdiqlash qanday tartibda amalga oshiriladi? Farmondagi ikkita nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni birinchisi, davlat organlarining vazifa va funksiyalari 5 ta darajaga bo'lib berildi. Bu birinchisi konstitutsiyaviy va milliy daraja, keyingisi respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari darajasidagi vazifa funksiyalar, keyingisi hudud darajasi, undan keyingisi tuman shahar darajasi va eng quyida mahalla, qishloq, ovul, fuqarolar yig'ini darajasidagi davlat organlarining vazifa va funksiyalari belgilab berildi. Aynan shu vazifa va funksiyalarni amalga oshirish maqsadida boshqaruv samaradorligi agentligi maqsadli ko'rsatkichlar va indikatorlarni ishlab chiqadi. Davlat organlari bilan hamkorlikda buni belgilaydi. Qaysi funksiya vazifadan kelib chiqib, qaysi maqsadli ko'rsatkich va indikatorlarni belgilab berishni agentlik Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Vazirlar Mahkamasi har yili mana shu maqsad ko'rsatkichga erishish uchun bu indikatorlarni tasdiqlab beradi respublika markazlashgan holatda. Va tasdiqlangan maqsadli indikatorlar agentlikni samaradorlik.gov.uz platformasi orqali yuqorida aytganimizdek har bitta davlat organlari, viloyat, tuman, shahar hokimliklariga, ular ham hokim va hokim o'rinbosarlariga bo'linib, bular pastga tizimda yo'naltiriladi. Shu yil davomida maqsadli ko'rsatkichlarga erishish
amalga oshiriladi. Agentlikni bu yerda vazifasi ishlab chiqib taqdim etadi Vazirlar Mahkamasiga va buni ijrosini har oyda, har chorakda va yil yakunida ijrosini maqsadli ko'rsatkichlarga erishilganligini e'lon qilib boradi. Yil oxirida vazirliklar kesimida, davlat organlari kesimida, hudud kesimida va tuman shahar kesimida qaysi hudud maqsadli ko'rsatkich va indikatorlarga erishilganligi, uni reyting natijalari erishilmagan bo'lsa nima sabablarga ko'ra erishilmaganligi bo'yicha ma'lumot kiritib boradi. Hozir aytib o'tdingiz samaradorlik.uz elektron platformasi haqida. Endi bevosita shunga to'xtaladigan bo'lsak, aynan ushbu platforma orqali maqsadli ko'rsatkichlarga erishganlikni baholash qanday mezonlar asosida tashkil etiladi? Turli xil mezonlari bor. Buni to'liq ochib berish uchun bitta ko'rsatuv alohida joriy qilishimiz kerak. Sababi 5 yillik tajriba asosida bu yo'nalishda olib borganmiz. Birinchisi, biz tomonimizdan, agentlik tomonidan ishlab chiqilgan ko'rsatkich va indikatorlar Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangandan keyin u tizimga kiritiladi. Tizimda yo'nalishlar bo'yicha, misol uchun ijtimoiy sohada salomatlik yo'lakchalarini joriy qilish har bir tumanda yoki shaharda. Farg'ona viloyati misolida 4 ta tumanda salomatlik yo'lakchasini joriy qilish kerak yil davomida. Bu ko'rsatkichlar real amalga oshirilishi bilan yil boshida qo'yilgan maqsad ma'lum bir muddat davomida o'sha salomatlik yo'lakchalarini joriy etishga mas'ul mansabdor shaxs tomonidan reja tuzilishi, amalga oshirilishi va oxirida shu yo'lakchani topshirishi bilan bu ko'rsatkichga erishiladi. Uni baholash mezoni ham shu ish bajarilganligiga qarab. Yoki iqtisodiy investitsion yo'nalishlar bo'yicha hududga belgilangan investitsion oqimlarni olib kelinishi, misol uchun 10 million dollarlik investitsion yo'naltirilishi belgilangan bo'lsa maqsadli ko'rsatkich sifatida va bu yilda oxirigacha 15-20 millionlik investitsion oqim kelgan bo'lsa, bu o'sha investitsiyani real kelib ijtimoiy, iqtisodiy hayotda o'zini o'rnini topgani bilan belgilanadi. Bu birinchi etapda o'sha ko'rsatkichlar belgilansa, ikkinchi etapda uni shunga mas'ul bo'lgan davlat organlari, mansabdor shaxslar ijrosi bilan ta'minlanadi va yilning oxirida yoki har chorakda buni haqiqatdan amalga oshirilganligi bo'yicha boshqa istochniklardan buni ma'lumotni tasdiqlanganligini solishtirib boriladi. Bu ko'rsatkichlarni mezonlarini baholashda asosiy holat platformada e'tiborga olingan o'sha yerdagi yashayotgan aholini, xalqni fikri. Agentlik har yili an'anaviy ravishda oktyabr-noyabr oylarida ishchi guruhi butun respublika miqyosida so'rovnoma o'tkaziladi. Aynan samaradorlik platformasidan kelib chiqib, yil boshida qo'yilgan ko'rsatkich va indikatorlar haqiqatdan aholini hayotida aks etdimi yo'qmi? Misol uchun salomatlik yo'lakchalari joriy qilinganligi yoki toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik, ijtimoiy infrastrukturalar soz holatdaligi, hatto yo'lni infrastrukturasi bo'yicha ham indikatorlar bor. Shu aholini hayotida real aks etyaptimi yo'qmi 2 oy davomida so'rovnoma o'tkaziladi, mustaqil ravishda elektron o'tkaziladi. U maxsus platformalar orqali joyida aholini so'rab, har bitta so'rovnoma o'tkazuvchiga 5 minutgacha muddat beriladi. Joyida intervyu o'tkazib ko'rsatiladi va u respublika darajasida yig'ilganda avtomatik ravishda shu platforma bo'lib chiqadi. Qaysi hududda samaradorlik haqiqatdan aholini hayotida aks ettirilyapti, qaysi hududda bu qo'pol qilib aytganda xo'ja ko'rsinga sonlarda ortidan quvish orqali amalga oshirilib ko'rsatiladi. Uni natijasida boshqaruv samaradorlik agentligining o'zining xulosalari va takliflari asosida Vazirlar Mahkamasiga ma'lumot kiritadi va bu bartaraf qilishga harakat qilinadi. Shu narsani so'ramoqchi edim. Agarda natijalar ko'zlangandek bo'lmasa qanday yo'l tutiladi degan savolni bermoqchi edim. Shunga qarab ish yuritiladi. Biz deyarli 2 yildan beri bu ko'rsatkichlarni e'lon qilib kelamiz. Samaradorlik ko'rsatkichlar, KPI ko'rsatkichlari va so'nggi 1 yil davomida KPI ko'rsatkichlari past bo'lgan davlat organlarining mansabdor shaxslari va xuddi shunaqa hudud, viloyat va tuman shahar hududni mansabdor shaxsning ko'rsatkichlarini pastini Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida
qisqa muddatli malaka oshirish kurslaridan o'tkaziladi. Ya'ni o'sha qayta ko'rsatkichlarga erishishda nimaga xatoga yo'l qo'ydi, qanday amalga oshirilishi kerak, mansabda shaxsan o'qitiladi ko'rsatkichlar past bo'lganda. Ikkinchisi esa aynan xato kamchiligi nimada, nimaga e'tibor bermaganligi bo'yicha takliflar beriladi, ichiga tuzilib u ustida muhokama qilinadi. Keyingi yilda buni bartaraf qilish, oldini olish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Xuddi shunday, ya'ni samaradorlik ko'rsatkichlarini baholashdan maqsad ularni jazolash emas. Aslida aynan samaradorlikni oshirish uchun qaysi o'sish nuqtalariga e'tibor qaratishimiz kerak, qaysi indikatorlarni samaradorlik ko'rsatkichlari past bo'lishiga sabab bo'layotgan holatlarni aniqlagan holatda ularni bartaraf etish yuzasidan, demak, o'sha mas'ul bo'lgan rahbar kadrlarni, boshqaruv kadrlarini malakasini oshirish, salohiyatini rivojlantirishga ko'maklashishdan iborat. To'g'ri aytib o'tdingiz, har bir sohada, har bir yo'nalishda bu kadrlar salohiyatini rivojlantirish asosiy mezon hisoblanadi-da. Aynan agentlik kadrlar salohiyatini rivojlantirishda qaysi yo'nalishlarda amaliy ko'mak ko'rsatilishi va ushbu jarayon qanday mexanizmlar orqali amalga oshirilishi belgilangan. Darhaqiqat, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, agentligimiz aynan kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'yicha vakolatli davlat organi hisoblanadi va bu yo'nalishda aynan kadrlarimizni shaxsiy va kasbiy rivojlanishi doimiy monitoring qilinadi va ular uchun maxsus o'quv kurslari, qisqa muddatli kurslar, xorijiy stajirovkalar, mahalliy stajirovkalar va maxsus dasturlar tashkil etib boriladi. Xususan, agentligimiz tomonidan masofaviy ta'lim platformasi edubisa.uz yo'lga qo'yilgan bo'lib, mazkur platformada hozirda 8 ta onlayn kursimizda 118 mingdan ortiq davlat xizmatchilarining malakasi onlayn tarzda oshirildi. Bundan tashqari, yil boshidan beri 117 ta o'quv kursida 135 mingdan ortiq davlat xizmatchilarining kasbiy boshqaruv bilimlari takomillashtirildi. Va ta'kidlashimiz joiz, endilikda agentlik tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 77-78 farmonlari asosida aynan kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash jarayonida klaster tizimi yaratildi. Ya'ni Davlat siyosat boshqaruv akademiyasi, Boshqaruv samaradorligi agentligi va El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan aynan kadrlarni salohiyatini oshirish bo'yicha klaster tizimida faoliyat yurityapti. Va mazkur farmon bilan Davlat boshqaruvi siyosat akademiyasida magistratura yo'lga qo'yildi. Magistratura yo'nalishida ham aynan boshqaruv kadrlarini salohiyatini oshirish, ularni maxsus dastur asosida, demak, yuqori turuvchi rahbarlik lavozimlariga tayyorlash masalalari ko'rilib o'tilmoqda. Va aytib o'tganimizdek, davlat boshqaruvida yuqori rahbarlik lavozimlariga tayyorlashga qaratilgan maxsus kurslarimiz ham bor, qayta tayyorlash kurslari, rahbar ayollar maktabi, hokimlar maktabi, kelajak liderlari kabi o'quv kurslarimizda aynan tanlab olingan eng salohiyatli kadrlarimiz maqsadli ravishda yuqori turuvchi rahbarlik lavozimlariga, demak, murakkab vazifalarga bevosita tayyorlanadi va mazkur dasturlarni o'ziga xos jihati, ushbu kadrlarimiz aytib o'tilgandek ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, bevosita ko'rish maqsadida xorijiy stajirovkalarga yuboriladi. Xususan, rahbar ayollar maktabi tinglovchilarining 48 nafari Fransiya, Vengriya, Xitoy, Turkiya kabi davlatlarda xalqaro stajirovka o'tab qaytib kelishgan va hozirda kelgusida ham aynan kadrlarimizni xalqaro stajirovkalarni tashkillashtirish bo'yicha tashkiliy ishlar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida keltirmoqchiman, aytib o'tilgandek, tanlab olingan hududlarimiz to'g'risida, ya'ni 33 ta tuman shahar hokimliklarini kadrlar salohiyatini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratiladi. Aynan mana shu yo'nalishda ham kadrlarni doimiy boshqaruv ko'nikmalarini oshirish, xususan misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, aynan shu tanlab olingan hududlarda AKT yo'nalishida kadrlarimiz Janubiy Koreyani Seul universitetiga, arxitektura yo'nalishida esa Avstriyaning Vena universitetiga yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligi yo'nalishida Italiyaning Tushe universitetlariga malaka oshirishga qisqa muddatli stajirovkalarga yuboriladi. Bundan tashqari yana bitta yangilik, endilikda davlat xizmatchilarimiz uchun 1 oydan 6 oygacha muddatda bo'lgan maqsadli stajirovkalar ham rejalashtirilgan. Bugungi kunda Vazirlar Mahkamasining 743-sonli qarori bilan mazkur nizom tasdiqlandi va endilikda vazirlik va idoralarni boshqaruv xodimlari xorijda 1 oydan 6 oygacha muddatdagi
maqsadli stajirovkalarga yuboriladi. Bugungi kunda Vazirlar Mahkamasining 743-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq vazirlik va idoralardan aynan qaysi yo'nalishlarda sohadagi qaysi muammoni yechimi yuzasidan zarur bo'ladigan ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish uchun dasturlarni shakllantirish bo'yicha takliflarni qabul qilmoqdamiz. Ya'ni bu dasturlar aynan hududdagi mavjud muammoni yechimiga qaratilgan bo'lishi kerak va ana shu sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislarni xorijdagi turdosh mazkur yo'nalishdagi muammolar yechimini bera oladigan ilg'or xorijiy tajribani o'rganish nuqtai nazaridan yuborish maqsad qilingan. Yana bir muhim yo'nalish bu albatta istiqbolli kadrlar bilan ishlash yo'nalishi hisoblanadi. Bilamizki, tashkilotdagi high potential deyiladi, ya'ni yuqori salohiyatga ega mutaxassislar tashkilotdagi 80-90% samaradorlikni belgilab berar ekan. Bu xorijiy tahlillar asosida keltirib o'tilgan. Aynan shu nuqtai nazardan davlat organlarida talent managementni samarali amalga oshirish, ya'ni yuqori salohiyatli kadrlarni seleksiya qilish orqali ularni kelgusidagi murakkab vazifalar uchun maqsadli tayyorlash juda ham muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan agentligimizni muhim yo'nalishlaridan biri bu istiqbolli kadrlar bilan ishlash, ya'ni bevosita El-yurt umidi jamg'armasi orqali dunyoning top 500 ro'yxatiga kirgan universitetlarda ta'lim olgan yoshlarimizni, demak, o'qib kelganlaridan so'ng davlat xizmatiga jalb qilish va mutaxassisligi yo'nalishida ularni munosib ishga joylashtirish va ularni potensialidan to'laqonli foydalanish masalalari turadi. Shu nuqtai nazardan bizda pasport.uz platformamiz tashkil etilgan va bunda biz aynan xorijda tahsil olgan vatandoshlarimiz, yosh kadrlarimizni bazasi shakllantirilgan. Bundan ko'zlangan maqsad, aytib o'tganimizdek, ularni salohiyatiga mos ravishda yuqori rahbarlik lavozimlariga tavsiya etish, mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha faoliyat yuritishga imkoniyat yaratish va bu orqali aynan salohiyatli kadrlarni tayyorlash tizimini samarali yo'lga qo'yishdan iborat. Mana shu narsaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Haqiqatan ham dunyoning top 500, top 100 talik universitetlariga kiradigan talabalar soni yurtdoshlarimiz hozir o'sib boryapti. Ko'payib boryapti. Bunda endi hech kimga sir emas, bemalol aytsak bo'ladi, ancha yillar avval xorijda tahsil olgan yurtdoshlarimiz imkon darajasida o'sha xorijda qolib, o'sha yerda ishlashga harakat qilishardi. Hozir bu aytib o'tgan yo'nalishlaringiz agar ishga tushiriladigan bo'lsa, yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, aytib o'tdingiz, El-yurt umidi jamg'armasi bilan bu ishlar amalga oshiriladigan bo'lsa, ular o'zimizda ham ishlar bor-ku, o'zimizni hududda rivojlantirishga harakat qilamiz, xorijiy tajribalarni shu yerda qo'llashga, o'zimizda, o'z yurtimizda qo'llashga harakat qilamiz degan fikr bo'ladi. Mana shu tomondan yutuqli bu. Qo'shimchalar bormi, Oybek? Bir narsani qo'shimcha qilish mumkin. Davlat xizmatchilarini xorijiy stajirovkaga yuborish bo'yicha yangi tizimga ko'ra bu tarqoq holda joriy qilingan edi. Bugungi kunda El-yurt umidining mablag'lari hisobiga boshqaruv samaradorlik agentligi tavsiyasi bilan davlat fuqarolik xizmatchilari xorijiy stajirovkaga jo'natiladi 1 oydan 6 oygacha. Buni o'ziga xos xususiyati o'sha 6 oylik stajirovka ketgan davlat xizmatchilarini ish joyi ham saqlanib qolinadi, oyligi ham saqlanib qolinadi va 6 oy davomida xorijiy mamlakatda bo'lish turli xil xarajatlari davlat tomonidan qoplab beriladi va u qaytib kelgandan keyin o'zini ish joyiga birinchi navbatda aniq o'zini lavozimiga keladi. Ikkinchi navbatda unga imkoniyat beriladi xorijiy tajribani ish davomida ish faoliyatiga maksimal ravishda tatbiq qilish. O'rganganlarni. Uning uchun 2 yillik reja tuzadi u. Aynan xorijda o'rganib kelgan bilim tajribasini shu sohasida qanday joriy qilish mumkin degan. Uni muvofiqlashtirish El-yurt umidi bilan boshqaruv samaradorlik agentligida mana shu harakatiga qarab uni birinchi navbatda karyeraviy o'sish masalalari ham ko'rib chiqiladi. Bu juda muhim. Bunga ham boshqaruv samaradorlik agentligi mas'ul. Bu birinchi navbatda davlat xizmatchisiga stimul beradi. Ikkinchi navbatda u ham moddiy, ma'naviy rag'batlantirilyapti. Va o'z yo'nalishi bo'yicha ishlash imkoniyatiga, har zamonda, har davlatda
kadr hamma narsani hal qilgan. Stavkani davlat xizmatchisi kadrlarga qo'yilishi kerak. Har bir natijaga erishishda ham va aynan farmonda ham shu nuqtalarga, shu masalalarga, shu muammolarga alohida e'tibor berib o'tilgan. O'sha boshidan natijadorlikka erilishimiz, Farangiz aytgan rotatsiya masalalari, bu ham kadrni o'sishiga yordam beradigan masalasi. Va eng keraklisi ikki tomon ham foyda ko'radi bundan. Ya'ni xorijiy davlatga borib o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi, davlat tomonidan ko'mak ko'rsatiladi, yordam beriladi va u ham o'z tajribasini kelib o'zimizda qo'llaydi. Shu tomonda ikki tomon ham foyda ko'radi. E'tibor berilayotgan jihati, bu mexanizm yo'lga qo'yilgan, bu ishlayotgan mexanizm dastlabki paytda eksperiment tarzida unaqa massiv davlat fuqarolik xizmatchilarini stajirovkaga jo'natish masalasi oldinlari qiyin bo'lgan va mana bundan oldingi prezidentning davlat fuqarolik xizmatining yangi yondashuvlari asosida tashkil etish hamda professional va natijadorlikka yo'naltirilgan davlat xizmatchilar korpusini shakllantirish farmonidan boshlab va mana hozirgi muhokama qilayotgan farmonimizda bu narsaga keng yo'l ochib berildi. Xorijiy stajirovka va xorijiy tajriba prioritet sifatida qaralyapti hozirda. To'g'ri. Va endi yana bir muhim jihatlardan biriga to'xtalib o'tsak, davlat fuqarolik xizmati lavozimlarini egallash uchun tanlovlarga zamonaviy yondashuvlar va qo'shimcha bosqichlarni joriy etish qaysi hollarda tatbiq etilishi mumkin? Statistik ko'rsatkichlarga yuzlanadigan bo'lsak, bevosita joriy yilni 9 oy yakunlariga ko'ra mazkur platforma orqali 18,5 mingdan ortiq tanlovlar o'tkazilgan va unda 644 mingdan ziyod nomzodlar ishtirok etgan va aynan ushbu nomzodlarimizning 10,680 nafari davlat xizmatiga ishga qabul qilingan. Mazkur nomzodlarimizni katta qismini e'tiborli jihati yoshlar va ayollar tashkil etadi. Aynan statistik ko'rsatkichlarni keltiradigan bo'lsak, ochiq tanlovlargacha davlat xizmatiga kirib kelgan tanlov g'oliblarining atigi 5-8% ni ayollar tashkil etgan bo'lsa, bugungi ko'rsatkichlarımizga ko'ra adolatli tanlov mexanizmlari sabab tanlov g'oliblarining 35% ni ayollar tashkil etmoqda. Ya'ni teng imkoniyatlar aynan sohaga yosh mutaxassislarni, salohiyatli ayollarimizni kirib kelishiga keng imkoniyatlarni ochyapti. O'zi bir so'z bilan aytganda, sohani maqtanarli jihati shu. Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi oldingi, hozirgi boshqaruv samaradorligi agentligi nima natija ko'rsatdi degandan vakansiya platformasini ishga tushirganligi bu eng katta yutug'imiz, eng maqtanarli jihatimiz shu. Bu tizim joriy qilinmagunga oldin davlat xizmatida, umuman davlat organiga ishga kirish bo'yicha hech qanaqa ma'lumot yo'q edi. Tizim yo'lga qo'yilgunga qadar. Qaysi tuman yoki qaysi davlat organi, vazirlikda nima vakansiya borligi u noma'lum edi. Keng jamoatchilik uchun. Mana shu tizim birinchi navbatda ochiqlikni belgilab berdi va ramziy ma'noda aytishimiz mumkin, davlat organlarida fuqaroni ta'siri kuchayishni boshladi. Ya'ni har kim erkin o'zini hujjatini topshirishni boshladi. Bu tizim ham ancha taraqqiyotga, ya'ni rivojlanishga uchradi. 5 yillik tajribasi bo'lsa, bu tizimda so'nggi 1 yilda juda katta o'zgarishlar bo'ldi tizimli. Shundan eng oxirgilari farmonda ham belgilab yana ham imkoniyatlar berildi. Qaysi ma'noda ishga kirish 2 bosqichda amalga oshiriladi. Davlat fuqarolik xizmatiga ishga kirish 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchisi test, ikkinchisi o'sha topshirayotgan maxsus vakolatli davlat organini suhbat jarayoni. Aynan test jarayoni boshqaruv samaradorligi agentligi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Ulardagi savollar, testni tushish darajasi, mana shu testni yechgan fuqarolarimiz test natijalari endi 1 yilgacha amal qiladi. Ilgari testni yechdi, testdan o'tdi, suhbatga o'tdi, suhbatdan yiqilsa yana qaytadan test bosqichiga tushardi. Shodnoy dastlabki jarayonga tushardi. Endigi holatda siz testdan muvaffaqiyatli o'tdingiz, umumiy test bo'ldi endi, muvaffaqiyatli o'tdingiz, shu natijalaringiz 1 yil davomida amalga oshiriladi. Suhbatdan o'ta olmasangiz qaytib test topshirish shart emas. Yo'q, endi bu ham o'zgardi. Yangi tizim bu yerda o'zgardi. Siz tizimga ish qidiruvchi sifatida ro'yxatdan o'tasiz. Siz aktivniy ish qidiruvchi sifatida ro'yxatdan o'tasiz va test topshirasiz. Test topshirganingizdan keyin
uni natijalaringiz agar ijobiy bo'lsa, siz endi o'zingizni yo'nalishingiz, mutaxassisligingiz yoki tajribangiz bo'yicha bir qancha davlat organlarida vakansiyaga hujjatni topshirishingiz mumkin. Bu yangiligi shundan iborat. Ya'ni ilgari test topshirardingiz va определенный ma'lum bir sohaga borib suhbatdan o'tardingiz. Endi siz test olib, qo'lingizda test natijasi bo'lgandan keyin endi sizda gorizont kengayadi. Imkoniyatlar kengayadi. O'zingizni tumaningizdagi misol uchun qishloq xo'jaligi bo'lib boshqarmasiga yoki bo'limiga ishga kirishingiz mumkin yoki boshqa yo'nalishga, umuman iqtisodchi bo'ladigan bo'lsangiz, iqtisodiy yo'nalishga. Gorizont kengaydi birinchi masalasi. Ikkinchi masalasi, o'sha davlat organlari ham endi vakansiyani e'lon qilish majburiy bo'ldi. 1-martdan joriy qilinadi va test natijalari bor ish qidiruvchilar orasidan olishga majbur bo'ladi davlat organlari. O'zini vakansiyasini to'ldirish uchun. O'ziga xos. O'zi bir sohaga, tizimga kirib ro'yxatdan o'tmagan odamlar kelib qolinishi oldi olinadi, ya'ni tizimlashtiriladi. O'z navbatida muvofiqlashtiriladi va nazoratga amalga oshiriladi. Ikkinchi jihati shu, ya'ni davlat organlari ham shu tizimdan ro'yxatdan o'tgan test natijalari bor nomzodlar orasidan vakansiyasini to'ldiradi. Uchinchi o'ziga xos jihatlari, bu yerda maxsus sohaviy test tizimi joriy qilindi. Bu o'sha mas'ul davlat organi boshqaruv samaradorligi agentligiga ma'lum qilib, men o'zim yo'nalishim uchun maxsus test bosqichini joriy qilaman desa, shu test bosqichi joriy qilinadi. Bu test bosqichi boshqaruv samaradorligi agentligi huzurida rahbar kadrlarni baholash markazi bor. Shu markazda platforma bazasi tashkil etiladi. Uni testini tashkil etish va nomzodlarga yetkazishga o'sha vakolatli davlat organi mas'ul bo'ladi. Uchinchi farqli jihati shu. Har bir tashkilot, har bir agentlik, umuman olganda har bir insonni o'zi oldiga qo'ygan yillik maqsadlari bo'ladi, deylik 5 yillik, 10 yillik maqsadlar. Bu hech qanday balandparvoz gaplarsiz, ortiqcha mubolag'alarsiz, aynan boshqaruv samaradorligi agentligining deylik yaqin 5 yillikdagi rejalari qanday va 5 yildan keyin aynan ushbu tizimni ko'rsatkichi, foyda berishi qay darajada deb tasavvur qilasiz o'zingiz? Aslida 5 yillik muddat bu uzoq muddat hisoblanadi. Hozir shiddat bilan rivojlanayotgan zamonamizda har kun yangiliklar, har kun o'zgarish, o'z navbatida ijtimoiy hayotni rivojlanishiga mutanosib ravishda davlat boshqaruvini ham, normativ huquqiy hujjatlarni ham takomillashtirib borish davr talabi. O'ylaymanki, kelgusida boshqaruv agentligini oldiga qo'ygan asosiy maqsadlar shu farmonda nazarda tutilgan barcha vazifalarni sifatli va to'laqonli amalga oshirish. Aytib o'tilgandek, samaradorlik ko'rsatkichlarini o'z vaqtida to'liq samarali amalga oshirishi yuzasidan, demak, tegishli chora-tadbirlarni ko'rish. Shu bilan bir qatorda zamon bilan hamnafas ravishda davlat boshqaruvini natijaga yo'naltirilgan model asosida takomillashtirib borishdan iborat bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Oybek aka. O'zi boshqaruv samarador agentligini 5 yillik strategiya rivojlanishi bor. Prezident 95-sonli farmoni bilan tasdiqlangan, ya'ni davlat fuqarolik xizmatining 2030-yilgacha strategiya rivojlanishi rejasi. Bitta bir qancha yo'nalishlar qamrab olingan. Misol uchun, inson resurslarini boshqarishning yangi tizimi, yangi boshqaruv tizimini asoslanishi, davlat fuqarolik xizmatida gender tenglikni mutanosib keltirish, gender tenglik masalalarini hal qilish, xotin-qizlarga ko'proq imkoniyat berish, davlat fuqarolik xizmatchilarini kasbiy kompetensiyasini, inson resurslari faoliyatini rivojlantirish sohasida va eng quvonarli jihati davlat fuqarolik xizmatchilarini ijtimoiy, iqtisodiy, moddiy, ma'naviy rag'batlantirish masalalari aks ettirilgan shu sohalarda vazifalar belgilangan. Endi bugungi kundagi eng yangi institut, bu amaldagi bor soha edi, yangi institut kirib keldi, davlat fuqarolik xizmatchilarining rotatsiya masalasi. Menimcha kelajakda yaqin 5 yil ichida prezident farmonida belgilangan 33 ta tuman shaharni zamonaviy yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shaharga aylantirish va uni natijasini ko'rish faoliyati bilan shug'ullaniladi va mana shu 33 ta tuman shahar misolida davlat boshqaruviga, davlat fuqarolik xizmatiga oid barcha yo'nalishlar bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshiriladi deb o'ylayman. Rahmat, bu savolni bekorga bermadim. Bu shaxsiy rivojlanish uchun ham kerak. Ya'ni
hozir aytib o'tganimizdek oldimizga qo'yilgan 5 yillik 3 yillik va zamon rivojlanish tufayli hozir 1 yillik rejalar qo'yapmiz. Mana shu aytib o'tgan gaplarimizni mana Adliya TV YouTube kanalida Saylgoh podkastida deylik 1 yildan keyin ko'radigan bo'lsak, nima ishlarni amalga oshirdik-yu, nimasini amalga oshira olmadik, nima ishlar qilishimiz kerak degan maqsadda ham bu saqlanib qoladi va o'zimizni rivojlantirish uchun ham juda kerak bo'ladi. Demak, bugun davlat xizmatida boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida Prezident farmoni xususida suhbatlashdik. Bu boradagi suhbatdoshlarimiz Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi boshqarma boshlig'i Farangiz Avazbekova, rahmat aytamiz sizga, va Prezident huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi bosh inspektori Oybek Saydumarov. Sizga ham rahmat aytamiz. Dasturimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, hamisha sog'-salomat bo'ling. Adliya TV YouTube kanalini, qolaversa Saylgoh podkastini doimiy tarzda kuzatib boring. Sog' bo'ling.